Asosan studiya formatidagi xonadonlar trendga chiqyapti. Ya'ni ko'p qilinyapti. Sababi mana bu перегородка qilinsa, joydan yutkaziladi. Lutchi odamlar перегородка ochib, ochiq maydon qilib foydalanishadi. Shunaqa ochiq maydonda bitta muammo paydo bo'ladi. Bu hid masalasi. Kuxnyaga hid chiqish boshlaydi. Ovqat qilsa, hamma xonadonga urib ketadi. O'shaning uchun gazi tepasidagi vichkani kuchi yetmaydi. Maxsus ventilyatsiya sistemasi qilish kerak. Bunga motorini kuchlirog'ini qo'yib, qilmasa mana gaz tepasidagi tezroq yog'ga to'lib qoladi-da, filtri yog'ni torta olmay qoladi. O'shanda ham xonada o'tirganlarning hammani ustiga hid urib ketadi. Studiya formatidagi uy qosmi обязательно birinchi o'rinda ahamiyat beradigan narsa mana shu ventilyatsiya. Ko'pchilik razdvijnoy oyna qo'yishni maslahat berishadi. Razdvijnoy oyna ham yechim emas. Razdvijnoy oyna vaqtinchalik hid ushlab turadi. Uni ochgandan keyin u hid tashqariga chiqib ketmasa, baribir xonadonning ichiga yuradi. Eng zo'r yechimlardan bittasi maxsus ventilyatsiya sistemasini qilib berish. Shu narsaga ahamiyat beringlar. Open space, ya'ni studiya formatidagi uy qilayotganlar.